Assalomu alaykum aziz obunachilar, ijtimoiy tarmoqdagi insonlar. Mana men bu kanaldan bir aferistni rasmlarini ko'rsatib, shu ijtimoiy tarmoqqa chiqardim. Menga ko'p kommentariyalar bo'ldi. Mana shu ixlosli rasmi yana yaxshilab tanib olingizlar. Moskva kolxoz Pazdarg'om tumanidan. Mana shu bilan birga o'qigan sinfdoshlari bormi? Sinfdosh qizlari bormi? Hammaga buni sharmandasini chiqaraman. Qo'shnilari bormi? Ijtimoiy tarmoqda ko'radi. Bu sharmanda yolma ekan bu. Bu sharmanda absolutni erkaklik nimasi yo'q ekan. Lekin bu sudga berdi meni. Sudga bordim. Ey inson, senga yuz aytyapman, nomard, yolg'on gapirma. Bir kuni yolg'onni ichini chiqib seni Xudo uradi deyapman. Qozini oldida yolg'on gapirib o'tiribdi. O'lsin bu erkak bo'lmay, erkak bo'lmay deyapman. Xudoya Xudo banda bu qasamlaring oilangni birovga ursin. Shu inang 80ga kirgan inang bag'riga bosib mana shuni o'ldirdi Allohim deb yig'lasin peshonangda seni. Sen bitib erkak bo'lmay o'lgin sen. Yana menga qozini oldida meni ijtimoiy tarmoqlarga chiqaryapti. Seni sugib chiqarmayapman. Qarg'ab chiqaryapman. Qarg'ishga gunoh bo'lsa, ayb bo'lsa meni aybdor qil. Qarg'ishga. Sen erkak bo'lmay o'lgin deyapman. Sen qasam ichma bitib, ranging kasratgina rangi deb qasam ichmagin sen. Sen erkak bo'lmay o'lgin sen bitib. Sharmanda ekansan sen. Sen shim kiyib yurmasin. Sen erkak bo'lsang shim kiyasan. Sen nomardsan sen. O'tdamarassan sen. Seni so'kmayapman men. İjtimoiy tarmoqqa meni hech kim qaytara olmaydi. Sen meni pulimni berganing yo'q, seni sharmandani chiqarishga haqqim bor. Haqqim bor. Kimni oldiga borib doming deysan ayt. Meni o yo'ldan qaytara olmaysan. Bilasanmi seni? Asqar bechara nima qildi uyiga borib akasi ikkalasi. Bog'lab qo'yib yalang'ochlab nima qildi? Hali shu ahvolga tushiraman seni. Men hamma axborotingni bilaman men seni. Sinfdoshlaringni oldida, jo'ralaringni oldida bosh ko'tarib berolmaydigan qilaman seni. Sen hali ham bosh ko'tarib yurma, ular oldida yerga qarasin.